u yurdik. Yangi Chorsupa mahallasidamiz. Eshidan kirib kelishda odamning kayfiyati ko'tariladigan bir holat. Bu nimadan darak? Qadriyatlarimizni yana bir bora urf-odatlarimizga hamda o'sha lapar, qo'shiq bular yana jonlandi deb aytsam bo'ladi. Chunki aynan havaskor ayollarimiz tomonidan aytilgan laparlar inson qalbiga bevosita chuqur-chuqur yetib boradi. Biz hamkasblarimiz bilan shu tadbirga tashrif buyurdik. Tadbir juda ham ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Hamda boshqa davlatlardan kelgan turistlar bilan o'yin-kulgi qilib maza qilamiz. Taassurotlarimiz katta, yaxshi. Mana shunaqa bayramlar tez-tez bo'lib tursa, bu yurtga faqat bayramni yarashadi, shunaqa tez bo'lib tursa, hamma xursand. Mana bugun tumanimizda Yangi hayot milliy loyihasi bo'lib o'tmoqda. Ushbu loyihada biz shogirdlarimiz bilan birga chiqishlarni tomosha qildik. Shunaqa saviyali tadbirlarni tashkil qilgan tashkilotchilarga katta rahmat.